Erkin Sıdıq bilen Kengiz Hanım. Abdori Erkin Sıdıq. Mənbə Uyğurlar Toru jurnalının 14. sanından elindi. Mən 2005 və 2006 yılları Bilval Toru bilen ötküzgən iki qismlıq yazma söhbət və özəmnin qısqıcı tərcümalını tamamlap bolğandan keyin, şu məzgildə Uyğur diyarda yolğa qoyulğan qoş tillıq maarifning nima ekanligi, dünyada qoş tillıq maarif haqida qandaq ilmiy tədqiqatlar ilib berilganligi, u tədqiqatlarning yakuni nima ekanligi, hozir g'arb ellərdə yolğa qoyulğan qoş tillıq maarifning əməliyyəti qandaq ekanligi və Uyğur diyarda yolğa qoyulğan qoş tillıq maarif bilan g'arbdagi taraqqiy tapqan demokratik ellər qo'llanayotgan qoş tillıq maarif o'tirisida qandaq farqlarning borligi ustida izlanishni boshladim. Hamda 2007 yildan boshlab o'zim to'plagan uchurlar asosida Uyg'urcha maqola yozib, ularni vatandagi to'rlarda e'lon qildim. Aşı jarayonda men qo'sh tillıq maarifi, yerlik millat maarifi va ona til, shundoqla til jihatdagi irqiy qirg'inchilik qatorliq masalalar ustida uzun muddat cho'nqur ilmiy tadqiqotlarni elib borgan va bu sohada dunyoning eng oldida mengayotgan mutaxassislardan bir qanchasi bilan tanishdim. Bu sohada dunyo bo'yicha eng nopusli mutaxassislarning biri Kengiz Hanım bo'lib, men dastlabida uning bir qancha kitobini sotib olib yoki to'rdan tushirib olib o'qidim. Ondan Kengiz Hanımning o'zi bilan xat orqali tanishib, masalalarga yo'liqqanda uningdan bevosita so'rdim. Kengiz Hanım yolg'iz Yevropadagi ikki nopusliq oliy maktabning professori bo'lib qolmay, u yana BDTning yerlik millat ma'rifi sohasidagi maslahatchisi ekan. U xonim men orqali Uyg'urlarning ona tilidan ayrilib qilishga qarab manganlik masalasini tushundi. U menga men buningdan keyin yozadigan ilmiy maqolalarim, nashr qildiradigan kitoblarim va so'zlaydigan dokladlarimning hammasida Uyg'urlarning masalasini tilga olaman deb va'da berib, bu va'dasini izchil turda o'rindab keldi. Kengiz Hanım 2013 yılı Amerika Kaliforniya ştatı Los Angeles rayonidagi bir cho'ng xalqarалық ilmiy doklad yig'iniga kelib, alayda taklif qilingan mehmon nutqchi sifatida 2 soatlik ilmiy doklad berdi. U kuni men ishdan ruxsat so'rab, 100 kilometrdan ortiq mashina haydab, yig'in maydonida Kengiz Hanımga bir kun hamroh bo'ldim. Hamda uning bilan nurg'un paranglarni qilishdim. Kengiz Hanım şu qatimqi dokladda ishlatgan 130 betlik PowerPoint hujjatining bir nusxasini menga berdi. U hujjat menda hozirmi bor. Kengiz Hanım davomli har qaysi davlatlarga berib, shu davlatlarning munosabatlik amaldorlariga maslahat berib turdi ekan. Hamda shu davlatlardagi oliy maktablarda doklad so'zlaydi ekan. Biz 2013 yili ko'rishganda Kengiz Hanım menga o'zining Uyghur diyarıga berib, qo'sh tillıq ma'rifning qandoq bo'lganligi haqida Uyghur avtonom rayon amaldorlariga bevosita maslahat berishni xohlaydiganligini aytdi. Men nihoyat xushal bo'lib, agar Uyghur diyori amaldorlarining qo'llashiga erishalsak, men xizmatimdan so'rab, o'z chiqmam bilan Uyghur diyoriga u xonim bilan birga berib, uningga o'zim tarjimonlik qilib berdiganligimni aytdim. Gerçi men shuningdan keyin Uyghur diyoridagi ma'rifchi tanishlarim orqali bu ishni amalga oshirishga xeyli urinib boqqan bo'lsam-mu, bu ish vujudga chiqmadi. Lekin men Kengiz Hanım bilan bo'lgan munosabatimni toki bugungacha saqlab kelyapman. Kengiz Hanım 2015 yili 10 oyda Jungo hukumatining taklifi bilan Jungoga berib, Shanxay va Nanjingdagi ma'rif o'rinlari ve bir qancha oliy maktablarda ilmiy doklad so'zladi. Men bu ishdan shu yerlardagi Uyg'ur o'quvchilarni to'r uchuri orqali xabardor qilib, ulardan amal bar Kengiz Hanımning dokladlarini anglashni o'tindim. Ammo Kengiz Hanımdan keyin olsam, u doklad bergan so'rovlarga Uyg'ur o'quvchilar kirmabdi. Uyg'ur o'quvchilarni doirlar chekladimi yoki buning boshqa sababi bormi, uni bilolmadik.
Ammo u yerdagi Uyg'ur o'quvchilarning bu ishdan xabar topgani aniq bo'lib, ularning ba'zilari Kengiz xonimning faoliyatlarining Xitoycha yozilgan kun tartiblarini to'rlarga yo'llab qo'ygan edi. Kengiz xonimning deyishicha, o'zi uchrashgan Jungodagi rahbarlar uning qo'sh tillik ma'rif haqidagi ko'z qarashlari va takliflariga ancha ahamiyat bermabdi. 2010 yil oxirida Xitoydagi Jiaxing Universiteti Chet el tili fakultetining Wang Peng ismli bir Xitoy professori Uyg'ur tilining ayni vaqtdagi ahvoli haqida xalqarodagi dangliq jurnallarning biri bo'lgan International Journal of Bilingual Education and Bilingualism degan jurnalga bir parcha ilmiy maqola yo'llabdi. Kengiz xonim mazkur jurnalning baholab tasdiqlovchi muharrirlaridan biri bo'lib, Uyg'urlar haqida yozilgan bu maqolani ko'rib, nihoyat xushal bo'libdi. Ammo maqolaning sifati bekla nachar bo'lg'achqa, u menga ahvolni deb: "Agar bu maqolaga sen birinchi avtor bo'lib, uni qaytadan yozib chiqsang, ondan biz u maqolani jurnalga bossak bo'ldi. Sizlarga menmi yaqindan yordam qilaman" dedi. Men ma'qul bo'ldim. Hamda necha oy vaqt chiqarib, nurg'un Xitoycha va inglizcha manbalardan Uyg'ur tiliga oid uchurlarni to'plab, shu asosda maqolani qaytadan yozib chiqdim. Hamda yerlik millatlarning ona tiliga oid xalqaro qonun farmonlar hamda Xitoy davlatining uningga ovoz qo'shish ahvollarini maqolaga kirgizdim. Maqsadim mushu usul orqali dunyoga Uyg'ur tili haqida eng yuqori darajada to'liq ma'lumot berib, xalqarodagi tadqiqotchilar va munosabatli kishilarni Uyg'ur tili haqidagi bir muhim manba bilan ta'minlash edi. Maqolada men mustaqil tadqiqotchi deb tanishtirildim. Hamda Kengiz xonimning qo'shilishi bilan adresim uchun Kengiz xonimning uyining adresini ishlatdim. Maqola bitib, Kengiz xonim uni qabul qilib bo'lib, jurnalga bostirganga 1-2 oydak vaqt qolganda Wang Peng Kengiz xonim bilan ikkimizga mundoq bir ishni dedi. U aslida Sharq Turkistonda tug'ilib o'sgan ekan. Kelgan do'stlari bilan o'tkazgan bir qatimqi yig'ilishda mening gapim chiqib, boshqalar uningga mundoq debdi: "Erkinsidiq Jungo hukumatining qari tizimlikidagi odam. Uning bilan birga maqola e'lon qilsang, sen cho'qim xizmatingdan qo'g'lanasan." Shuning bilan Wang Peng maqoladan mening ismimni o'chirib etish talabini o'tirg'a qo'ydi. Kengiz xonim mendan: "Qarorni sen chiqar, qanday qaror olsang shu bo'yicha bo'lsin" dedi. Men Uyg'ur tili haqidagi bu ilmiy maqolani xalqaro sahnaga chiqarib olish uchun ismimni elvetib e'lon qilish taklifini berdim. Hamda maqolaning eng ostida Wang Peng Kengiz xonim bilan menga minnatdorlik bildirsin dedim. Wang Peng buningga ma'qul bo'lman, ammo yana Erkinsidiq degan ismni ishlatsak bo'lmaydi deb turib oldi. Shuning bilan men o'z ismim bilan o'xshash bosh harf bilan boshlangan inglizcha ismdan birini ishlatdim. Erik Sims. Minnatdorlik so'zi maqolaga mundoq besildi. Men Erik Sims, ya'ni Erkinsidiq va Tov Kengizning foydali mulohiza, taklif fikr va bu maqolani tahrirlaganligi uchun rahmatimni bildiraman. Shundoq qilib, mazkur maqola yuqorqi jurnalning 2014-yili 11-oydagi soniga besildi. Hozir men 2 nafar Uyg'ur do'stim bilan birlikda Kengiz xonim yaratib bergan yana bir fursat orqali Uyg'ur tiliga oid yana bir tadqiqot turini ilib beryapman. Mazkur tur tamomlangandan keyin qarindoshlarni bu ishning tafsilotidan xabardor qilaman.